Ramazan mektupları 5. kısım. İman işençtir. Allah mümindir. İmanlıq insanmu mümindir. Allah özü işengen insanga iman amanetini şundaqla asman zamin kötürüştün başlatqan kainat amanetini tapşırğandır. İşenmeseydi öz ismi bolğan mümin ismini imanlıq insanga ariyet sübtide isim koymagan bolatdi. Onun üçün mümin bilen Allah o'tirisdagi aloqa ishonch va sevgi muhabbet aloqasidir. Allah insonni so'ydi. So'ygini uchun so'ygidan yaratdi. O'zaro so'yishni farz qildi. So'ygining ziddi bo'lgan g'azab, nafrat va adovatni harom qildi. Iymon bir Allah bilan mümin o'tirisidagi bir ahd vafodir. Onun uchunki payg'ambarning imzosi bilan ahd vafosi yo'qning iymoni yo'qdir. Bizning iymonimiz bir uchi Allohga bo'lgan ishonch, yana bir uchi bo'lsa Allohning eng mukarram maxluqiy insonlarga bo'lgan ishonchimizdir. Bizning qanchalik mu'minligimiz o'zaro qanchalik ishonch bag'ishlay olganligimizga bog'liqdir. Joni-jon payg'ambarimizning mu'min degan insonlarning ishonchiga erishadigan kishidir. İnsanlar jeni, meli ve yüz obro'yini amonat qo'yolg'idek ishonchlik inson mu'mindir degan so'zi buning dalilidir. Iymonning axloqiy tarbi o'zaro ishonmakdir. Shundaqla ishonch bermakdir degan oyatning ma'nosi faqatla o'zaro ishonch bag'ishlay olganlar qarindoshdir. Qarindoshlar ishonch bag'ishlay olganlardir. Faqat mu'minlar qarindoshdir demakdir. Biz bu ayet hadislarga o'zimizni qo'yib baqsaq, qanchalikligimiz mana debla o'ttirg'i chiqadi. Bugun bizlardagi eng cho'ng balay afat bir-birimizga ishonmaslik afatidir. Ishonchlik insonni tepish osmondagi ho'ka yulduziga o'xshashlar uzoq ham qimmatlikdir. Bir mulladan bir mullani, bir ammadan bir ammani, bir partiyadan bir partiyani, bir guruhdan bir guruhni, bu yoki bular qandaqroq deb so'rash asla mumkin bo'lmaydigan bo'ldi. Agar so'ralgan taqdirda berilgan javob hammamizga ma'lum. Bu nimani ko'rsatadi? O'zaro ishonchning yo'qligi iymonning axloqiy ma'nosining yo'q bo'lganligining dalilidir. O'zaro ishonch yo'qolgan shaxs yoki qavmda iymon va aminlik, omonlik, xotirjamlik bo'lmaydi. Bugungi bizning xotirjamsizligimizning boshqa izohati bormi? Iymon quruq so'z, da'vodan iborat emas. Ideya, adab, axloqning inson hayotiga aylanishidir. Shuningdek, iymon, amin, omonat, mu'min, aminiyat deganlarmi bir kalimadan turtilgan bo'lib, ishonchlik, ishonch, amin, xotirjam, xotirjamlik bag'ishlash, omonat, omonatdor bo'lish qatorliq ma'nolarga ega. Undaqda islom bir tinchlik, aminlik, salomatlik projesidir. Musulmon boshqalarga tinchlik, aminlik, ishonch tuyg'usi beradigan insondir. Mu'min, amin, omonatdor insondir. Ümmet atalgan beşeriyetning anlık rolunu oynaydigan musulmon dunyosining ahvoli budur. Musulmon dunyosini insoniyat dunyosi bilan omonatdorlik, ahdi vafodorlik, ishonch qatorliq iymonning axloqiy tarbidan bir selishtirma qilib boqayli. Qanchinchi o'rinda turimiz? Biz bashariyatning ulgisi, onasi, ümmet bo'lish sifatimiz bilan o'z-o'zimizni tekshirish orqali iymonimizni yanglashga muhtoj. Yunus payg'ambarning ummati kabi umumiy tavba qilishga, shu orqali ikki dunyo saodatiga erishishga muhtojmiz. Qur'on aqlimiz, davlatimizning, muqaddas zaminimizning hurriyati uchun va bu yo'lning to'g'ri yo'linishi uchun kompasimiz bo'lsin. Eng oxirgi g'alaba bizlarga mansubdir. Allohning bizning haqiqiy askar bandalarimiz g'olibdir degan so'ziga ilohiy tamg'a besilgandir. Kichik tushlarni ko'rmayli, büyük o'ylayliki, büyük tushlarni ko'rayli. Her ish tush bilan boshlandi. Chunki Alloh buyukdir, buyukdan buyuk narsalarni tilayli. Chunki ey do'stlarim, siz Alloh deb bo'sug'idan put oldingiz. Bu yo'lda tog'davon, desh cho'llardan ochdingiz. Himmatingiz oliy bo'lsin. O'zingiz uchun emas, ko'zlardan yosh emas, qon to'kilayotgan aziz xalqingiz uchun Allohdan tilang, qalbingizni uningga qarting. Har bir payg'ambarning shuari ya qavmi, ey xalqim degandan iborat edi. Her narsa go'zal bo'ladi. Bilinglarki, g'alaba yaqindir. Baqara surasi.
Saf suresi. Allohning g'albi nusrati va padisi yaqindir. Mu'minlarga tantana qilgin. Chunki biz haq va haqiqatdan iborat go'zallik ichida, go'zallik yo'lida. Alloh bilan bo'lgan munosabatingizga sal qarmang. Sharqda odam ko'rmaydigan eng ichkirgi uyda o'tkazgan bir gunoh ma'siyat g'arbdagi bir shaxs bir oilaga ta'sir qiladi. Shuni bilingki, biz matematik son sifirli hisoblar bilan emas, Alloh bilan bir safda turish bilan g'alaba qilamiz.